Assalomu alaykum hammaga. Bugun ham men traveldaman. Hozir soat 7 dan o'tgan, 7:30da biz jo'naymiz. Biz hammamiz uchrashib, yig'ilib ketishimiz uchun Seulda ikkita manzil belgilangan edi. Birinchisi 7lik, ikkinchisi 7:30lik. Men 7:30likni belgilagan edim. Kechikib qolmay deb ertaroq uydan chiqib 7:10larda o'z manzilda edim. Bular 7:30da kelish kerak edi, lekin 7:50lardan o'tib keldi. Albatta bu sayohatchilarning aybi bilan kechikib kelishgan birinchi manzilga. Shu sababli biz ancha vaqt kutib qoldik. Manzilga borayotgan yo'l rosa ham go'zal edi. Mazza qilib, tomosha qilib, qo'shiq eshitib ketdim. Kitob o'qib ketmoqchi edim. Tunnellar ko'pligi uchun to'g'risi kitob o'qiy olmadim. Biz kun imtixonim bo'lsa ham sayohatga bordim. Lavanda bog'iga kirish uchun bilet sotib olish kerak ekan. Gruppaga 5000 yuandan tashlanglar deb yozgan, lekin men ko'rmaganman. Vaqtim ham bo'lmagan tashlashga, shuning uchun o'zim borib tiketni sotib oldim. Go'zallikni qaranglar o'rtoqlar. Nima bu go'zallik, nima bu manzaralar? Bu yerda o'zimcha sketchnoy video rasmlarga tushishni boshlagan edim. O'zi ham har xil odamlar olib qo'ydi. Eng yoqqani mana shunisi bo'ldi. Bu yerda esa o'zlari kelib olib qo'yaymi deb taklif qilgan edi. Mayli, men ham tushib oldim. Telefonimda xotirasi qolmay qolgani uchun ko'p narsalarni videoga ola olmadim. Qiziq ko'p narsalar bor edi sayohat davomida. 너무 잘 찍어줬다. 네. I think there's a green one. 내려가는 길이구나. 공로가 이게 무식까지 가야 돼? I said the things. Those. Bu yerda o'zi ikkinchi manzilga ketyapmiz, ya'ni dengizga. Sayohatni rejasida o'zi dengiz yo'q edi. Umuman boshqa ikkita joyga borish kerak edi, lekin ayrim sabablarga ko'ra tinimsiz kechikishlar tufayli u ikkita joy atfen qilinib, biz dengizga keldik. Lavanda dalasidan biz soat 2da chiqib ketishimiz kerak edi, lekin ikkita qiz kechikib keldi va biz u yerdan 4ga yaqin chiqib ketdik. Ovqatni 5dan o'tib ketdi, 5gacha yeb, shunaqa qilib dengizga kelishga majbur bo'ldik. Dengizga olib kelgani ham rosa ham yoqdi. O'zim qilgan katta qovunni ham aytib ketaman. Xullas yo'ldan qaytayotganda bas to'xtagan. Hamma snack yoki qanaqadir ovqat yeb olish uchun bizga 40 minut vaqt bergan. Men bo'lsa basda uxlab qolganman kelayotganda. Keyin 20 minutdan emas, 15 minut qolganda tushib, borib snacklar olib, qovurilgan kartoshka oldim, yemoqchi edim. O'zi gruppaga yozishgan ekan, tezroq qaytinglar, biz o'zi ketishimiz kerak deb. Keyin yugurib basga minib
ketish uchun yana qaytib chiqdim bosga. Qorilgan kartoshka esa qo'limda edi. Tasavvur qilasizlarmi? Bosga qanaqa hidi chiqib ketgan. Hamma ko'chada ovqat yeb kelgan, lekin odamlar bosda yeyib keldi hidini chiqarib bunaqa gaplar. Lekin kartoshka rosa ham mazali edi. Katta-katta qilib qorilgan edi. Shunaqa qilib sayohatlarga borib keldik. Keyingi hafta ham yana sayohatga boraman. Kuzatishni davom eting. Obuna bo'lib qo'yishni esa unutmang.